Biologiya sertifikat A+. 4-variant 21-savol. Gullamaydigan yuksak o'simliklar berilgan qatorni aniqlang. Gullamaydigan yuksak o'simliklarga yo'sinlar, qirqquloqlar, qirqbo'g'imlar, ochiq urug'lar kiradi. Faqatgina yopiq urug'lar gullaydi. Kedir gullamaydigan ochiq urug'li yuksak o'simlik. Funariyani olamiz. Yo'sin, kordayt ochiq urug'li. Bu yerdan baobab chiqarib bersak yopiq urug'li 9 javob chiqib ketsa, bitta javob chiqib ketdi. Zirk chiqarib bersak yopiq urug'li 8 javob chiqsa, 8 javob chiqib ketdi. Pislofit bu suv o'ti. Demak, bu tuban o'simlik 5 bor javob chiqib ketdi. 1 6 suv qirqilog'i, 7 pixta ochiq urug'li. Javob D variant bo'ladi. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying.